Siz bu dünyaki muhtarım Baxtimga sog' bo'ling doim onagidam Kunlar diydor alla aytgan tillaringiz Soching silab erkalagan qo'llaringiz Ko'zlarimga suvday bosgan izlaringiz Baxtimga sog' bo'ling doim onaginam Onaginam, onaginam, onajonginam Onaginam, onaginam, mehribonginam Onaginam, onaginam, onajonginam Onaginam, onaginam, mehribonginam Farzandlarni yaxshiroq sho'rlaymiz, marhamat qiling. Farzandlari, silvanlar yaxshiroq kelishga marhamat. Sochingizga meni deya dardlar keldi boshingizga Sizni sizlar aytolmadim ona sizga Baxtimga sog' bo'ling doim onaginam Siz tufayli uyim hayzga turib turar Onam güler boshimga qo'nar Baxtim tilab shom sahar duo qilar Baxtimga sog' bo'ling doim onaginam Onaginam, onaginam, onajonginam Menga qaranglar. Onaginam, mehribonginam Onaginam, onaginam, onajonginam Onaginam, onaginam, mehribonginam Assalomu alaykum. Avvalambor barchaga bugun mana Sharofatxon onajonimizni tavallud tayyomlari ekan. Onajon, bugungi tavallud tayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun sizni farzandlaringiz, dilbandlaringiz, qavm qarindoshlaringiz, nabirajonlaringiz nomlaridan tabriklagani kelganmiz onajon. Necha yoshni qarshiladingiz bugun? 70 emas, 18 bahorni qarshiladim deng. Bitta chiroyli qarshi bo'lsa onajonimiz uchun. Onajon, bugun Xudo xohlasa 70 yoshni qarshilabsiz. Inshaalloh sizni 100 yoshlarga kirganingizda ham mana shunday diydor ko'rishlikni Allohim bizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Bugun bizani sizni farzandlaringiz taklif qilganlarida, dil izhorlarida, samimiy tilaklarida eshitib qoldikki, biz onamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ular doimo sog' va salomat bo'lib yursalar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Ko'zlarida nam bo'lmasin. Dillarida esa g'am bo'lmasin dedilar. Inshaalloh dedilar, bugun yaxshi niyat qildim. Onajonimni Allohim xohlagan kuni hajlarga jo'natdim. Ojona qilaman degan yaxshi niyatlari bor. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman onam. Har narsadan qo'yib men ustun sizni yaxshi ko'raman onam. Mehri daryo farishtam mening. Siz men